Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'ul Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 6. tomu. Biz tefsir bölümü kitip algan. Fatiha ve Bakara surelerini tefsirini okup 20 to'xtab qolgandik. Tamamını okuymiz. Ebu Davud'ning Hasan ve Sahih rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma "Ey günahlardan saqlanışыңlar üçün sizlerden ilgirkilerge, yani ilgirki ümmetlerge roz farz kılınğandak sizlergimi Ramazan roz farz kılındı" degan oyatning tafsirida mundaq degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning davrida xuftan namazini o'qib bo'lgandan keyin toki ertasi iftorgacha yeb ichish va ayollarga yiqilishish harom qilingan edi. Birisi o'z nafsiga xiyonat qilib, xuftandan keyin ayoliga yaqinchilik qilib qoldi. Lekin ro'zasini buzmadi. Shuning bilan Alloh taolo keyingilarga qulaylik bo'lsin uchun ruxsat qilib, buni oyat nozil qildi. Ro'z kechalarida ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Yani ular sizlarga aralashib yashaydi va kiyim bilan gapishganda gapishadi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Yani sizlarmi ularga aralashib yashaysizlar, kiyim bilan gapishganda gapishsizlar. Allah o'zinglarni aldiganliklarini, yani ro'za kechasida yig'inchilik qilganliklarini bildi. Allah tavbanglarni qabul qildi. Sizlarni afv qildi. Hamda ularga, yani ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga taqdir qilgan narsani, yani farzandni talab qilinglar. Toki tongning oq ipi qora ipidan ayrilganga, yani tong yorgan qadar yenglar, ichinglar. Ondan kechkirgacha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda etkapda o'tirgan chog'inglarda, yani kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ana shular Allah belgilagan chegaralardir. Yani ma'ni qilgan ishlardir. Onunga yaqinlashmanglar. Kishilarning, yani harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Allah oyatlarini ularga mushundoq bayon qildi. Mana bu oyat orqali kishilarga qulaylik yaratildi va kechasi yeb ichish va ayollarga yaqinchilik qilish ruxsat qilindi. İmam Buxariyning rivoyatida Bara radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ramazan farz bo'lgan dastlabki chog'larda sahobalardan birasi iftor vaqtida uxlab qolsa, shu kechasi va ertasi kunduzimi bir narsa yemaydi. Qays ibn Sirma Ansari bir kuni iftor vaqtida ayolidan "Yeydigan narsa bormi?" deb so'radi. Ayoli "Yo'q, lekin men bir ilojini qilay" dedi. Qays kunduz ishlagan bo'lg'achqa uxlab qoldi. Ayoli uni uxlab qolganligini ko'rib, "Ey isi, tomoqdan quruq qolding" dedi. Ertasi tush bo'lganda Qays hushidan ketdi. Bu ahval Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetkazilgan edi. Ro'za kechalarida ayollaringlarga yig'inchilik qilishlarga halol qilindi degan oyat nozil bo'ldi. Bu oyat musulmonlarni xushallik tushundirdi. Bu oyatning davomi mundaq edi. Toki tongning oq ipi qora ipidan ayrilganga, ya'ni tong yorgan qadar yanglar, ichinglar. İmam Buxariyning rivoyatida Sahl ibn Said radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qildi. Oq ip qora ipdan ayrilgan qadar yanglar, ichinglar degan oyat nozil bo'lib, tongning degan so'z nozil bo'lmagan chaqda ro'za tutmoqchi bo'lganlar putiga oq ip bilan qora ipni bog'lab olib, toki u ikkisiga qarab farqlantira olgan qadar yeydi. Alloh taolo tongning degan oyatni nozil qilgandan keyin oq ip bilan qora ip degan iboradan kecha bilan kunduzning ko'z tutilganligi ma'lum bo'ldi. İmam Buxariyning rivoyatida Adi ibn Atam radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qildi. Alloh taolo toki tongning oq ipi qora ipidan ayrilgan qadar yanglar, ichinglar oyati nozil bo'lganda bir tal qora ip bilan bir tal oq ipni yostiqning ostiga qo'ydim. Lekin har qancha qaragan bo'lsam-mu qorong'uda ularni farqlantira olmadim. Sərdə Peyğəmbər əleyhissalamның yanına qoyub bu işni söylab bergan edim. U degan kechining qoraligi bilan kunduzning oqligi dedi. Buxoriyniki yana bir rivoyatda kelishicha Peyğəmbər sallallohu alayhi vasallam tongning oq ipi bilan qora ipi yostiqning ostiga siqqan bo'lsa, yostiqning haqiqatan keng ekan degan. İmam Buxoriyning rivoyatida Adi ibn Atam radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ey Resulullah,
Aq ipi, qora ipidan deganning ma'nosi nima? Yoki ular haqiqatan ikki tal ipmi deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom, agar sen uni ikki xil ip deb qaragan bo'lsang, haqiqatan qapoq kalla odam ekansan. U sen o'ylagandek ip emas, balki kech qorong'usi bilan kunduzning yo'riqi dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Ishaq mundaq deydi. Men Bara radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan edim. Bu oyat biz to'g'liq tushgan ansarlar ajdan qaytib kelganda uylarining eshiklaridan kirmay araqtamdan to'sh kechib kiratdi. Ansarlardan biri ajdan kelib eshikdan uyga kirdi, boshqalar uning qilmishini ayblashga boshladi. Shuning bilan Alloh taolaning jahiliyat davrida qilganinglardek ajdan qaytganda uylarining orqasidan to'sh kechib kirish yaxshilik yetmaydi. Allah'ның əmriga muxalif iş qilishdan qo'rqqan odam yaxshi amal egasidir. Hajdan qaytgan chig'inglarda odatdagidek uylarning darvozalaridan kiringlar. Baxtga erishinglar uchun Allohga taqvodorlik qilinglar degan oyat nozil bo'ldi. İmam Buxariyning rivoyatida Uzayfa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Allohning yo'lida pul mal sarf qilinglar. Özünlerini halaketke taşlamanglar, ihsan qilinglar. İhsan qiluvchilarni Alloh taolo haqiqatan do'stidir degan oyati Alloh yo'lida jihad uchun pul xarajlash haqida nozil bo'lgan edi. Tabaranininki ravilari sahih hadisning ravilari bo'lgan rivoyatida, ya'ni Al-Awsatdagi rivoyatida Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu Allah'ның yolida pul mal sarf qilinglar. O'zinglarni halokatga tashlamanglar, ihson qilinglar. Ihson qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'stidir degan oyat haqida mundaq degan. Birisi gunoh qilib selib, endi Alloh meni kechirmaydi degandi, Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Abu Davudning sahih rivoyatida Aslam Abu Imron mundaq deydi. Mundaq rivoyat qildi. Biz Madinadan Qustantiniya, hozirgi Istanbulni nishonlab qozat qatlandik. Qo'shinga Xolid ibn Validning o'g'li Abdurrahman qo'mondan edi. Rimliklar shaharning sepilga orqasidan qilib turishadi. Biraylan dushmanga yolg'iz hujum qiluvdi kishilar to'xta, la ilaha illalloh, bu o'zini halokatga tashlayotdi deyishdi. Buni anglagan Abu Ayyub radhiyallohu anhu mundaq dedi. Bu oyat biz ansarlar jamoasi haqida nozil bo'lgan. Alloh taolo payg'ambarga nusrat ato qilib, islomni hukmron o'ringa chiqarganda biz kelinglar, yer mulklarimizni beshib turib, ishlarimizni rivojlantiraylik deyishgan edik. Allohning yo'lida pul mal sarf qilinglar, o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyatni nozil qildi. Demakki, o'zini halokatga tashlash degan yer mulklarimizning beshida turib, mol mulkimizni avutib jihadni tashlashdir. Shuning uchun Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhu Alloh yo'lidagi jihadni davomlashtirib, Qustantiniyaga shahid bo'ldi va shu yerga dafn qilindi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ukaz, Majanna, Zulmajaz degan joylar jahiliyat davridagi bozorlar edi. İslam kelganda kishilar haj faoliyatlari vaqtida ibodat bilan bo'lmay, u bozorlarda tijorat bilan shug'ullanishni gunoh bo'larmikin deb andish qilishdi. Shuning bilan Alloh taolo Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi degan oyatni nozil qildi. Ibn Abbas oyatni haj mavsumlarida deb o'qigan. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Yamanliklar biz Allohga tavakkul qiluvchilarimiz deb oziq-tulik olmayla haj qilib keladi va Makkada boshqalardan oziq-tulik so'raydi. Shuning bilan Alloh taolo oxiratliklar uchun zot rahila, oziq-tulik ilib olinglar. Eng yaxshi zot rahila taqvodorlikdir degan oyatni nozil qildi. Abu Davudning sahih rivoyatida Ebu Umame Taymi mundaq deydi. Men haj safarimda kirakashlik qilatdim. Ba'zi kishilar menga sening hajing qabul bo'lmaydi deyishadi. Men Ibn Umarni izlab topib uningga: "Ey Abu Abdurrahman, men haj safarida kirakashlik qilgan odamman. Ba'zilar mening hajimning qabul bo'lmaydiganligini aytayotdi" desam, u: "Sen ihrom bog'lab, talbiya aytib, Ka'bani tavob qilib, Arafatga borib qaytib shaytonga tosh atadigansan?" deb so'radi. Men albatta hammasini qilaman desam, u: "Sening hajing qabul bo'ladi.
Bir kişi Peygamber aleyhisselamның oldiga kelib, "Sen menden sorgan meseleni sorgan idi." Peygamber aleyhisselam onun cevap vermey sükut qildi. Keyin bunu ayet nazil bo'ldi. Perverdigarыңlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom u kishiga odam avatib chaqirtib bu oyatni o'qib berdi va "Sening ajring qabul bo'ladi" dedi. Abu Ya'laning raviylari sahih hadisning raviysi bo'lgan hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning insonlar dastlabki bir ummat edi degan oyat haqida to'xtalib, islom dinidagi bir ummat edi desa, kalbi hammasi kufristiki bir millat edi degan. Abu Davudning Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Alloh azza va jalla yetimning milini taki u balog'at ketganga qadar uningga eng foydali usul tasarruf qilinglar. Ölçemni ve tarazini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. So'z qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqininglar bo'lgan taqdirdami Allohga bergan Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. İbret elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi degan oyati bilan zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yevaldiganlar shubhasizki qo'rsiqiga qiyomat kuni yenib turgan o'tni yevalgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi degan oyati nozil qilingandan keyin yetimdan xabar elayotganlar o'zining yemekini yetimning yemekidan, ichmekini yetimning ichmekidan ayirib etdi. Natijada yetimning tomqi ishib qolsa, ya saqlab qo'yib, ya uningdan keyin yana berdigan va buzib qolgan ahvol ko'rildi. Bu ahvol kishilarga ig'ir keldi. Ular payg'ambar alayhissalomga ahvol aytishgan edi. Alloh taolo: "Ey Muhammad, ular sendan yetimlar to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarini o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda aralashib yashasanglar, u chaqda, ya'ni ular qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuzguchini bilib turadi. Agar Alloh xolisa sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jazo solatdi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir" degan oyatni nozil qildi. Shuning bilan ular o'zlarining yemek-ichmekini yetimlarning yemek-ichmeklariga aralashtiradigan bo'ldi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhuma ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl taraydigan joydir. Ekinzorliqlarga xohlagan ravishda kelinglar degan oyat haqida har kishi ayolga xohlagan tarafda yiqilsa bo'ldi, lekin cho'qim belgilangan joyga yiqilish kerak degan. Tabaranining Al-Afsatdagi raviylar ishonchli rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq degan: Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl taraydigan joydir. Ekinzorliqlarga xohlagan ravishda kelinglar degan oyat ayollarga arq tarafdan belgilangan joyga yiqilsa bo'lganligini bildirib, payg'ambar alayhissalomga nozil bo'lgan edi. Imom Buxoriyning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Yahudiylar o'z aralarida ayollarga keyin tarafdan jima qilsa bola alg'ay bo'lib qoladi deyishgan edi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'lgan. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl taraydigan joydir. Ekinzorliqlarga xohlagan ravishda kelinglar, o'zinglar uchun oldin ola yaxshi amal tayyorlanglar. Tirmizining Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Umar radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelib, "Ey Rasululloh, men halok bo'ldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Seni nima halok qilyapti?" deb so'radi. Umar: "Bu kecha ulug'imni ta'tir minib soldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga bir narsa demadi. Ko'p o'tmay payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu oyat nozil bo'ldi. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl taraydigan joydir. Ekinzorliqlarga xohlagan ravishda kelinglar, o'zinglar uchun oldin ola yaxshi amal tayyorlanglar. Ondan payg'ambar alayhissalom Umarga: "Mayli old tarafdan bo'lamdi yoki orqa tarafdan bo'lamdi, belgilangan joyga kelsang bo'ladi, ammo orqa taraf yo'lga yaqin kelishdan va zarchoq yiqilishdan saqlan" dedi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan:
İbn Ömer radhiyallohu anhuma xato tushunib qolgan. Aslida bu yerdagi ansariylar butparast bo'lib, ahli kitob yahudiylar bilan billa yashaydi. Ular yahudiylarni o'zlaridan ilm ma'rifat ustun deb qaraydigan bo'lg'achqa ko'pincha ishlarda ularni do'raydi. Ahli kitoblarda ayollarga faqatla yancha yetib yaqin kelish odati bor edi va buningda ayol kishi echilib qolmaydi deb qaraydi. Bu yerdagi ansariylar bu odatni aşı yahudiylardan so'ndirib olgan edi. Qurayishlar bo'lsa ayollarni ravus echib old tarafdan, orqa tarafdan va o'ng so'yatqich bo'linadi. Muhacirlar Madinaga kelganda ulardan biri ansarlardan bir ayol o'ylanib, ayol bilan o'z yurtining odati bo'yicha yaqinlashmoqchi bo'lgan edi. Xotini buni ayblab, "Biz yana yetib yaqinchilik qilatdik. Sen shunday qil, bo'lmasa yaqin kelma" dedi. Axir ularning o'rtasidagi ish yeyilib ketib, payg'ambar alayhisalomga yetib keldi. Shuning bilan Alloh taolo ayollarınlar sizler üçün xuddi ekinzarlıqdır. Yani nesil taraydigan joydir. Ekinzarlıqlarga xalqa ravishda kelinglar. O'zinglar üçün oldin ala yaxshi amal tayyorlanglar degan oyatni nozil qildi. Yani ayollarga mayli old tarafdan yoki orqa tarafdan bo'lsin va yoki o'ngda yotgan yo'latda bo'lsin, bola turadigan joyga yaqinchilik qilsanglar bo'laverdi demoqchi. Abu Davud'un Hasan sahih rivayetida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning taloq qilingan ayol 3 yil o'tkichi iddat tutdi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonadigan, bachidallardagi Alloh yaratgan narsani, ya'ni balani yoki ayizni yushirishi durust emas. Ularning erlari erga aplishib, agar aplishib qolishni xolasa, shu muddat ichida ularni qaytarib kelishga boshlari qaraganda eng haqliqdir. Ayollari ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlari ustida ayollarning haqlari bor. Yani ayollar muvafiq derecede hukuktan mahrum bo'lish kerak, muvafiq derecede mecburiyet o'tish kerak. Ayollarga mehr berish va ularning turmushini qamdash mecburiyetlari erlarga yuklanganlikdan erlar ayollardan birinchi darajada ortiqlikka ega. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir degan oyat haqida mundaq degan. Aslida er kishi ayolini taloq qilgan bo'lsa, garchi 3 taloq qilayotgan bo'lsa-mu, qaytarilishga haqli edi. Keyin bu amaldan qoldirilib, qayta yarışib bo'ladigan taloq 2 qatimdir. Uningdan keyin xotinni chiroyli tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yish lozim. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tilmaslik, Alloh belgilagan er-xotinlik huquqiga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mehr uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarilish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinining taloqatini elish maqsadida mol berganlik uchun u ikkisiga, ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni shular Allohning belgilamalaridir. Uning xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qiluvchilar zolimlardir degan oyat nozil bo'ldi. Abu Davud'un sahih rivayetida Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Mening bir hemşirem bar bo'lib, elchilar menga kelatdi. Tog'amning o'g'li kelgan edi. Men hemşiremni uningga nikohlab qo'ydim. Ma'lum vaqtdan keyin u hemşiremni yenishib olg'ili bo'ldigan taloq qilib, iddat tutishga tashlab qo'ydi. Keyin menga elchilar kelishga boshlagan edi. Tog'amning o'g'li yana kelib, hemşiremni qayta olmoqchi bo'ldi. Men uningga Allohning nomi bilan qasamki, uni sana hargizim nikohlab bermayman dedim. Shuning bilan buni oyat nozil bo'ldi. Sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularni iddat tutoshay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyli yarashib, ularni nikohinglarda tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yitinglar. Zulm qilish maqsadida ularni tutib olmanglar. Kimki shunday qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyli uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarashadi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkamlarini xilof qilish yo'li bilan masxir qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga vazn-nasat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatini, ya'ni kitobidagi ahkamlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Shuning bilan men qasmimning kafaratini berib, hemşiremni uning qayta nikohlab qo'ydim. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma iddati to'shmagan ayollarga ularni aldaganliklarini purtib o'tsanglar yoki buni dillaringlarda yoshirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga og'iz ochadiganliklar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkora aytilsa, kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zlarni qilsanglar bo'ladi. Iddat to'shmoqcha ularni nikohinglarga ilishga bad bog'lamanglar. Bilinglarki, Alloh dilinglardagini bilib turadi.
Onunğa, yani Allah'ın əmri xilaflıq qılıb cəzalanışdan nəzər qılınlar. Bilinglar ki, Allah nəhayət məğfirət qılğıçıdır. Allah'tan qorxub günahdan çəklənənlərə əlimdir. Yəni asilik qılğanlarını cəzalaş qaldırıb getməydi. Degan ayət haqqında mundaq degan. İddet tutuyotgan ayolni almoqchi bo'lganlar, men to'y qilmoqchi bo'lyapman, menga bir solih ayol uchirgan bo'lsa-kan deganlik so'zlarni qilsa bo'ladi. İmam Buxariyning rivoyatida Ali radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ahzab g'azotida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylarini va qabrlarini o'tib to'shqizib etsin. Ular bizni kun o'ltirishlik o'ttir namoz, asr namozini o'qitmay avara qildi dedi. İmam Müslimning rivoyatida Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Bizni o'ttir namozdan to'sib qo'ydi." İmam Müslim'deki yana bir rivayette mundaq deyilgan. U ne? Yani asr namozini sham bilan xufta namoz orqali o'qib oldi. İmam Müslimning rivoyatida Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Mushriklar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mashg'ul qilib, asr namozini toki kun qizirg'icha yoki sarg'ag'icha o'qitmadi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Bizni o'ttir namozni o'qishdan to'sib qo'yishdi. Alloh ularning qo'rsoqlarini va qabrlarini o't bilan to'ldirg'ay." İmam Müslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning xizmatchisi Abu Yunusdan mundaq rivoyat qilinadi. Hazrati Aisha meni Qur'onni ko'chirishga buyurib, namozlarni, bo'libmi o'ttirinchi namozni davomlashtiringlar degan oyat kelganda menga ma'lum qilgan dedi. Men shu oyatga kelganimda Aishaga ma'lum qildim, u menga namozlarni, bo'libmi o'ttirinchi namoz deganini davomlashtiringlar. Ya'ni butun shartlari bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allah'ın huzurida, yani namazda itaatlik bilan turinglar deb yozdirib, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mushnaq anglagan edim dedi. İmam Müslimning rivoyatida Bara ibn Azib radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Alloh taolaning namozlarini, bo'libmi o'ttirinchi namoz deganini davomlashtiringlar degan oyati nozil bo'lgandan keyin bir muddatgacha shunday o'qib keldik. Keyin Allah uni amaldan qoldirib, uning o'rniga namozlarni, bo'libmi o'ttirinchi namozni davomlashtiringlar. Ya'ni butun shartlari bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatlik bilan turinglar degan oyat nozil qildi. Baraning tuqqunining yanida biraylan o'ltiradi. U bu so'zni anglab, "Undaqda u asr namoz ekanda" degan edi. Bara: "Men sana uning qanday nozil bo'lib, qanday amaldan qoldirilganini so'zlab berdim-ku, qolganini Alloh taolo bilguchidir" dedi. İmam Malik bundaq deydi: "Menga Ali ibn Abi Talib bilan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumalarning o'ttirinchi namoz bomdod namozidir deganligi yetdi." Abu Davudning sahih rivoyatida Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam peshin namozini kun toza qizg'anda o'qiydi. Sahobalarga buningdan qiyin namoz yo'q edi. Shuning bilan Alloh taolaning namozlarini, bo'libmi o'ttirinchi namozni davomlashtiringlar degan oyat nozil bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalom uning oldida xuftan bilan bomdoddan iborat ikki namoz, keyinda ikki namoz bor dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: "Men Osman ibn Affonga sizlarning ichinglarda o'z vafot bo'lib, ayoli qoldiganlar ularning, ya'ni ayollarning bir yilgacha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishni, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlar uchun sizlarga, ya'ni meyitning egallariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir" degan oyatni yana bir oyat amaldan qoldirgan tursa, "Nimish bu oyatni yozsan" desam, u: "Ey qarindishimning o'g'li, Qur'ondagi oyatlarning hech qanday o'z o'rnidan o'zgartmayman" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Ansari ayollardan birarsining bolasi turmay o'lib ketganda, agar bolam bo'lib qolsa, uni Yahuda qilib o'taman deb nazr qiladi. Bani Nazr qabilasi Madinadan qulab chiqilgan chaqda ularning orasida yahudilashtirib o'tilgan ansari bolalar xilli ko'p sonda edi. Ansari ayollar: "Biz bolalarimizni qo'yib bermaymiz" deyishgan edi. Alloh taolo dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutgan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir degan oyatni nozil qildi. İmam Buxoriyning rivoyatida
Ebu Hureyre radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Shaq qilishqa Ibrohimdan biz bakrak loyiqroq. O'z vaqtida Ibrohim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini menga ko'rsatgan" dedi. Allah, "O'liklarni tildira oladiganligimga ishonmadingmi?" dedi. İbrahim, "İşendim, lekin ko'nglim texin qaror topsin uchun ko'rishni tilayman" dedi. Allah Lutqa rahim qilsin. U tayangan Allah kuchli tayanch edi. Agar men turmada Yusufdek uzun yotgan bo'lsam, chaqirib kelgan kishi bilan birga turmadan qochib chiqib ketgan bo'lardim. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas va Ubayd ibn Umayr radhiyallohu anhulardan bunday rivoyat qilinadi. Bir kuni Umar radhiyallohu anhu sahabalariga: "Alloh taolaning aranglarda kimni yoqtirsinki, uning xo'rmilik, üzümlük, aslından eriqlar eqib turadigan meyvelerning hamma xillari bo'lgan bir bog'i bo'lsin. Uning o'zi qirib qolgan, ballari ushaq bo'lib, bu bog' o't elib kelgan bir qora bo'ronda kuyib ketsin" degan oyatni qanday tushunsizlar degan edi. Ular Allah obdan biladi dedi. Ömer açıqlanıp, "Bilimiz yoki bilmaymiz danglar" dedi. İbn Abbas, "Ey müminlarning emri, bu oyat to'g'risida ko'nglimda azroq tushuncha bor" dedi. Ömer, "Ey jiyanim, o'zingni kichik chaqlama, qani aytqin" dedi. İbn Abbas, "U oyat bir amal uchun misol qilingan" dedi. Ömer, "Qaysi amal?" deb so'radi. İbn Abbas, "Bu oyat bir amalga misol qilingan" dedi. Ömer, "U oyat Allah'ning taati bilan amal qilgan bir boy odamga misol qilib keltirilgan. Keyin Allah o adamga şeytanni avatidi. Shuning bilan o adam gunoh amallarni qilib, natijada yaxshi amallarni supurib tashlaydi" dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Bara radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ey müminlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zaminni chiqarib bergan narsalar, ya'ni oshliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiq qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiq qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanlardan bejatdir, hamdiki loyiqdir" degan oyat biz ansarlar jamoasi haqida nozil bo'lgan. Bizning xormonlarimiz bor edi. Biz har birimiz xormaning oz-ko'pligiga qarab akalatdik. Ba'zilar 1-2 sapoq xorma akalib masjidga esib qo'yatdi. Ozuqtuliki yo'q, sup ahli qo'rsiq assa sapoqni assi bilan urib tushirib yeydi. Ba'zi xayr ihson qilishni xohlamaydiganlar xorma supichak yoki qurib qolgan va yoki sunib yerga tushib ketgan sapoqni akalib esib qo'yatdi. Bu sebepten Allah Taala, "Ey müminler, sizler erişken narsalarning va biz sizlarga zaminni chiqarib bergan narsalar, ya'ni oshliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiq qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiq qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanlarni bejatdir, hamdiki loyiqdir" degan oyatni nozil qildi. Ya'ni navoda biringlarga u bergandek nachar xorma sovg'a qilinsa, faqatla ko'zini yumib turib yoki oyoq qilganlikdan qabul qilib soladi demoqchi. Shundan keyin hammamiz qo'limizga eng yaxshi xormani akilib qo'yadigan bo'ldik. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga osmonlardagi zimindagi shaylar idarchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlarni hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir degan oyat nozil bo'lganda, bu hukm sahabelarga bek ig'ir tuyuldi. Ular payg'ambar alayhissalomning qashiga kelib tizilib turib, "Ey Rasululloh, biz ko'tara oladigan namoz, roza, jihad va zakotga buyurildik. Endi sana bu oyat nozil bo'ldi. Biz buningga chiday olmaymiz" deyishgan edi. Payg'ambar alayhissalom, "Sizlarmi burungi ahli kitoblardek angildik va asiylik qildik" demoqchimi? Undaq demang.
Anladık ve itaat kıldık ey Rabbimiz, mağfiretini tileymiz, ahir sana qaytımız dаңlar dedi. Ular anladık ve itaat kıldık ey Rabbimiz, mağfiretini tileymiz, ahir sana qaytımız deb okuvatqanda tilleri qaçılışıp qaldı. Şunun arqadilla Allah Taala Peygamber Perverdigari tarafından onun nazil qılgan kitapqa iman keltirdi. Ularmı ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iman keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz, ya'ni ularning ba'siga iman etib, ba'siga iman etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatni angladik va amring itoat qildik. Parvardigorimiz mag'firatini tilaymiz. Oxir yanilgan joy isning dargohingdir deydi degan oyatni nozil qildi. Sahabelar o oyatni o'qib shunaq deb duo qilgandan keyin Alloh taolo bu oyatning hukmini bekor qilib, Allah hech kimni taqat etmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi o'zigidir dedi. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababini amrini to'liq o'rnay olmasak, bizni jazoga tortmagan degan edi. Alloh taolo ma'qullik bildirdi. Ular Parvardigorimiz bizning ilgirkilarga yukliganga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagan, ya'ni bizning qiyin ishlarga taklif qilmagan dedi. Allah Taala yana ma'qullik bildirdi. Ular Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsamizga ortmagan, bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan, kafir qavmga qarshi bizga yordam bergan degan edi. Alloh Taala yana ma'qullik bildirdi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allah Taala men uchun ummatimning ko'ngliga keltirgan ishlarni amaliyat qilib solmagan yoki so'zlab yurmagan bo'lsa, kechirib etdi. Shuning bilan sura Fatiha va sura Baqaraning tafsirlari tugadi. Alhamdulillah. Keyin qitimliq ovozda Alloh xolisa Ali Imron surasining tafsirini o'qiymiz. Amma Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, anlavatqanlar Muhammed İbn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 6. tomu. Biz tefsir bölümünü okuvatımız. Sure Fatiha ve Bakara suresinin tefsirini okup oğantık. Ali İmran suresini okuyumuz inşallah. İmam Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Muhammad, u Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'onni nazil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nosi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabih oyatlarga ergashadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohish bo'yicha tushundiradi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqanlar aytadi. Uningga ishondik, hammasi Parvardigorimiz tomonidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egallari tushunadi degan oyatni o'qib bundoq dedi. Sizlar Qur'ondagi ma'nosi muayyan emas oyatlarga ergashadigan, ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafs xohishi bo'yicha tushundiradigan kishilarni ko'rsanglar, ulardan nazar aylanglar. Ana shular Alloh dillarda shak bor deb atagan kishilardir. İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Said ibn Jubayr radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi Ibn Abbas radhiyallohu anhuga mundaq dedi: "Men Qur'onda bir-biriga qaram-qarshi ma'nolik oyatlarni ushirtib tushunmay qolaman. Masalan, sur chalingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi degan oyati bilan ular bir-biriga qarab munoziralashadi degan oyati. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohning hech bir so'zni yo'shira olmaydi degan oyati bilan ular Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Ular bu oyatda yo'shirgan yana sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Allah osmonni yaratdi, uning egizligini yuksak qildi va kamkutsiz qildi. Uning kechasini qop-qorong'u, kunduzini yo'q qildi. Shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi degan oyatida osmonni yaratishni zaminni yaratishdan burun tilga olgan. Ondan
Sen ularga sizler ziminni 2 günde yaratgan Allah'ni inkar kılamsizler ve onun şerik keltiramsizler. O alemlerin perverdigaridir degen. O ziminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Ziminni bereketli qildi. Ahli ziminning rizqini belgiladi. Ziminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz barobar 4 kunni tamomladi. Ziminning va uningdagi narsalarning yaratish muddatini so'rg'uvchilar uchun bu javobdir. Ondan o osmonni yaratish ko'zlandi. Halbuki u tumani altida edi. Osmon bilan ziminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar, ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ikkilisi ixtiyor keldik dedi. Degan bu oyatida ziminni yaratishni osmonni yaratishdan burun tilga olgan. Undan boshqa yana Alloh haqiqatan mag'firat qilguvchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir degan bu oyatlardan xuddi Alloh taolo burun mushundoq sifatlar bilan sifatlangan edi. Hozir undoq emas degandek ma'no chiqib turdi. Ibn Abbas uningga mundaq deb javob berdi. Sur chalıngan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi, bir-birining ahvolini so'rashmaydi degan oyatdagi ahvol birinchi qatim sur chalinganda bo'ladi. Ondan ikkinchi qatim sur chalinadi. Sur chalinganda osmonlardagi va zimindagi Alloh xohlagandan boshqa mahluqotlarning hammasi o'ladi. Bu shu chaqda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Ondan sur ikkinchi qatim chalinganda ular bir-biriga qarab munozirlashadi. Endi ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yo'shira olmaydi degan oyati bilan ular Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki biz mushrik bo'lmagan edik deydi degan oyatlarga kelsak, Alloh taolo ixlos egillarining gunohlarini mag'firat qilib o'tadi. Bu chaqda mushriklar kelinglar biz berib ularga biz mushrik emas edik deb turib olaylik deyib borganda ularning ig'izlariga peshat urilib qo'llari so'zlaydi. Ana shu chaqda Alloh taolodan bir narsa yo'shirib bo'lmaydiganligini bilishadi. Tabaranining Al-Kabirdagi rivoyatida sanadi Umar ibn Muxtar ismli hadis zaif bir bor ekan, shu hadisni atab o'tib ketamiz. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir payg'ambarlardan yaqinlari bo'ladi. Mening yaqinim Rabbimning do'sti va atam Ibrohimdir degandan keyin İbrahim'e en yakın bolğanlar şübhəsizki İbrahim'nin zamanında ve onundan keyin onunğa yani onun yoluga ergeşkenlerdir. Bu peygamber yani Muhammed aleyhisselamdır. Bu peygamberinin ümmeti bolğan müminlerdir. Allah müminlerinin mededkarıdır degan oyatni o'qigan. İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: İmran evladıdan İbrahim, İmran, Yasin ve Muhammed aleyhisselamlarının evlatlarından bolğan müminler maksat kılındı. Çünkü Allah İbrahim'e en yakın bolğanlar şübhəsizki İbrahim'nin zamanında ve onundan keyin onunğa yani onun yolu ergeşkenlerdir degan. Bu bolsa müminlerdir. İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda İbn Abbas radhiyallohu anhuma İmranning ayoli Parvardigorim men qo'rqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga atadim dedi. Degan oyatni farzandini masih qilib atagan deb tafsir qilgan. İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning Meryemni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzasidan qalamlarini suv tashlagan chaqda sen ularning endi yo'q eding degan oyatni bundaq tafsir qilgan. Ular chek tashlaganda qalamlari eqib ketib, faqat Zakariyaningla qalami yaqinning ustida oqmay layligan. Nasaining sanadi sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq rivoyat qilindi. Anhumadan mundaq rivoyat qilindi. Ansarlardan bir kishi musulmon bo'lgandan keyin murtad bo'lib mushriklarga qaytib ketdi. Keyin bu qilmishiga pushaymon qilib o'z tuqqanlariga odam avatib, payg'ambar alayhisalomdan so'rab beringlar, menga tavba yo'q, tavba bormi yo'q degan edi. Uning tuqqanlari kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu ahvolni yetkazdi. Shu arada Alloh taolaning bu oyat nozil bo'ldi. Iymon etgandan payg'ambarning haq ekanligi shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Alloh qandoq hidoyat qilsin?
Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishtalarining va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar bundan mustasno. Allah mundaqlarga mag'firat qiluvchidir, rahim, mehribondir. Tuqqanlari buni unga yetkazdi, u qayta musulmon bo'ldi. Tirmizining Hasan sahih rivoyatida Abu G'olibdan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Umama radhiyallohu anhu Dimashq masjidining palanpaylariga tiklab chizilgan kallalarni ko'rib, bu kallalarning egillari xavarishlar o'tning itlaridir. Bular ko'k osmonning ustida o'ltirilganlarning eng yomonidir. Öldürülgenlerin en yaxşısı bolsa bular öldürgenlerdir dedi ve şu kunda yani kıyamet günüde bazı yüzler yani müminlerin yüzleri akırıdı, bazı yüzler yani küffarların yüzleri qaraydı. Yüzü qarayğanlarga perişler aytidi ki iman etqanlardan keyin kafir boldunlar mı? Kafir bolğanlıklar için azabını tetinglar degan oyatni oxirigacha o'qidi. Men Abu Umamadan sen buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan anglaganmiding deb so'rasam, men buni 1 2 3 4 7 qatim emas, balki uningdan ko'p anglamagan bo'lsam, sizlarga so'zlab bergan bo'lardim dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Bahz ibn Hakim dadasarqiliq bo'lsa-da mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirib chiqilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etgan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni yahudilar va nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiy ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ulardan müminlermi var? Ularning to'lisi fasiqlardir degan oyat haqida mundaq degan. Sizlar 70 ummatning 70-chisi, biroq sizlar Alloh taolaning nazarida hammaning yaxshisi va izzatlikisilar. İmam Ahmedning ravilari sahih hadisning ravisi bo'lgan hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirib chiqarilgan, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni yahudilar, nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalom nozil qilingan vahiy ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ulardan mu'minlarmi bor, ularning to'lisi fasiqlar degan oyat haqida mundaq degan. Ular Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga Madinaga hijrat qilganlardir. Tabaranining Al-Kabir'dagi raviylari ishonchlik hadisida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Salam, Sa'laba ibn Sa'iyya, Asad ibn Ubayd va uningdan boshqa bir qism yahudilar musulmon bo'lib islomni tanlagan edi. Yahudilarning ulamolari Muhammadga bizning faqat ulamo usallarimiz iymon etib agashdi. Ular bizning abdallarimiz bo'lgan bo'lsa-edi, ota-bobolarining dinini tashlamagan bo'ladi deydi. Alloh taolo ularning bu so'zga radiya berib, ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni yahudilar, nasoralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoat kishilar bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyuruydi, yomon ishlardan to'sadi, xayrli ishlarni qilishga aldiraydi. Ana shular yaxshilardandir degan oyatlarni nozil qildi. Tabaranining Al-Kabir'dagi rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning ey mu'minlar, o'zinglardan bo'lmaganlarni, ya'ni munofiqlarni sirdosh qilib olmanglar. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanlik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni arzu qiladi. Ularning dushmanligi ig'izirda ma'lum bo'lib turadi. Ularning dillarida yoshirgan dushmanligi texmi cho'ngdir. Shubhasizki, agar shundoq bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik degan oyatlar xavarishlardir degan. İmam Buxoriyning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Alloh taolaning o'z vaqtida sizlardan ikki guruh ojizlik ko'rsatmoqchi bo'ldi degan oyati biz Bani Salama va Bani Harisa jamoatlaridan iborat ikki guruh haqida nozil bo'lgan. Bu oyatni tushmagan bo'lsa deb arzu qilmayman. Chunki Alloh taolo shu oyatda Alloh ularning egisi degan.
Bazılarının ravileri sahih hadisinin ravisi bo'lgan hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Alloh taolo Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamonga chiqadigan jannatga oldiringlar degan tursa, undaqda dozoq qayerda deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamma narsani qoplagan kishini ko'rmadingmi? Undaqda kunduz qani dedi. U Allah xohlagan joyda dedi. Payg'ambar alayhissalom dozoqmi shuning o'xshash Allah xohlagan joyda dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Salim ibn Abdullahdan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Safvan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr va Aris ibn Hishamlarga beddua qildi. Keyin Alloh taolaning: "Ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganliklari uchun kufrda ching tursa, ularni azobga duchor qiladi" degan oyati nozil bo'ldi. Nesai'nin sahih rivayetinde Salim dadisi Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bamdod namozining 2-chi rakatidan 5-ni ko'targanda: "Ey Alloh, palani lanat qilgan" deb bir qancha munofiqni qarg'ayotganligini angladim. Arqadallah Alloh taolo: "Ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Alloh ya uningga musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganliklari uchun kufrda ching tursa, ularni azob duchor qiladi" degan oyatni nozil qildi. Tabaranining raviylari ishonchli rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Uhud g'azotida ayollar musulmonlarning orqada turib, mushriklarning yardorlarini o'ldirdi. Navadi men shu kuni bizdan hech kimmi dunyoni xohlamaydi deb qasam qilgan bo'lsam, qasamim to'g'ri chiqadi deb o'ylaydim. Ammo Allah sizlarga qilgan dushmanlarga qarshi nusrat ato qilishni iborat va'z turdi. Allohning izni bilan ularni qirib atdinglar. Allah sizlar yoqtirgan g'alabini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilar dunyoni ko'zildinglar, ba'zilar oxiratni ko'zildinglar. Ondan Allah sınash uchun sizlardan dushmanni qaytirdi. Ya'ni sizlarni g'albadan mag'lubiyatga yuzlantirdi va sizlarni haqiqatan afv qildi. Allah mu'minlarga marhamat qilib turuvchidir degan oyatni nozil qilgandan keyin yuqorqi qarshimning xato ekanligini bildim. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allah Taala'nın hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsa bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsa galgisiga ortilgan holda keladi. Her kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytirib o'tib, oshilarning jazosini oshirib zulm qilinmaydi degan oyati Badr g'azotida yo'qolib ketgan bir qizil mahmal yepinchi haqida nozil bo'lgan. Bazı munofiqlar uni Rasululloh olgandi degan edi. Alloh taolo hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi degan oyatni oxirigacha nozil qildi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu söz ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nimga yaxshi amin deydi degan oyat haqida mundaq degan: Bizga Alloh kifoya, Alloh nimga yaxshi amin degan bu so'zni Ibrohim alayhissalom o'tiq tashlangan chog'da aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushrik tarafdorlari shak shubhasizki kishilar yana Quraysh sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar degan so'z degan chog'da shundoq degan. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'azotga chiqsa, ba'zi munofiqlar payg'ambar alayhissalom bilan birga chiqmaydi va o'zlarining payg'ambar alayhissalom qarshi turganligidan xushal bo'lishadi. Payg'ambar alayhissalom g'azotdan qaytib kelganda yolg'on bahonalar bilan qasam qilishib o'zlari aytishadi. Ular qilmagan ishlari bilan Madinani bakmi yaxshi ko'radi. Shuning bilan Alloh taolaning: "Ey Muhammad, qilgan ishlardan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ladigan, qilmagan ishlari bilan Madinani yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuldi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi" degan oyati nozil bo'ldi. İmam Buxoriyning rivoyatida Alqama ibn Vaqqosdan mundaq rivoyat qilinadi.
Marvan ishbaqariga Rafi Ibn Abbasning yoniga berib, agar ato qilingan narsa xushal bo'ladigan, qilmagan ishi bilan maqtanishni yaxshi ko'radigan, har qanday odam azoblanadigan bo'lsa, albatta biz azoblanamiz degan dedi. U Ibn Abbasga xabar qilgandan keyin Ibn Abbas bu masala bilan sizlarning nima munosabatinglar bor? Bu ishning asli mundaq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Yahudilarni chaqirib, ulardan bir narsa to'g'riliq savol so'ragan edi. Ular payg'ambar alayhissalom so'ragan savolning rost javobini yo'shirib, yolg'on narsalar bilan javob berdi va yolg'on javob uchun payg'ambar alayhissalomning o'zlarini maqtashini arzu qildi, ham haqiqatni yo'shirganligini uchun xushal bo'lishdi. Shuning bilan Alloh taolo ular haqida mundaq dedi: Öz vaqtida Allah kitap berilganlar, ya'ni Yahudilardan kitapni, ya'ni kitapdagi Allohning ahkomlarini kishilarga ro'shan bayon qilib berishga va yoshirmaslikka ahd oldi. Lekin buni Bani ahdini, ya'ni ahdini ular aqsiga cho'rvatdi va uni ozg'ini berilga, ya'ni dunyoning arzimasdan tegishdi. Ularning tegishib olgani nimaga yomon? Ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madiyanishni yaxshi ko'radigan va kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azob duchor bo'ladi. Tirmizining sahih rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anhaning mundaq deganlik rivoyat qilingan: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, hijrat to'g'risida ayollarning tiliga ilinganligini anglamayman-go" deb so'ragan edim. Ko'p o'tmay Alloh taolo ularning duosini Parvardigor ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilib o'tmayman. Sizlar bir-biringlardan turalgan, hijrat qilganlar, yurtidan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tortganlar, urush qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning guvohnomasini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqarman. Albatta, ularni ostida o'sanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor degan oyati nozil bo'ldi. Shuning bilan alhamdulillah Ali Imron surasininki tafsiriga aloqador hadislar tugadi. Allohim onlarga payliq ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.